أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى قال ثم يأتي زمزم يستقي بنفسه ويشرب إن قدر Biz ötkenki derste haj faaliyetini qilgan kishi tavaful vado qilib oxirgi ishi Ka'ba bilan vidolashuvdi, tavaful vadoni qilib qaytdi degan. Tavaful vadoni qilib bo'lgandan keyin haramdan chiqayotgacha oraliqda ba'zi bir odob, mustahabbatlar bor. Shuni bayon qilmoqchi. Tavaful vadoni qilib bo'lgandan keyin Zamzam quduqining qishirkilib, burun Zamzam quduqi bordi. Hozir yana taqvatdi. Shu Ka'baning oldidagi tavof qilgan maydonda yer ostida Zamzam quduqi bordi. Yaqin qadar. Turbular qo'ygan bo'lsa-da, burun quduq o'zi bo'lsa, keyingi vaqtda uni taqvatib, turbi shaklda Zamzam ishga bo'lgan, ya tartalda bo'lgan qo'ygan. Hozir buni aytib o'tdi. Aslında imkoniyat bo'lsa, Zamzam quduqi kelib shu ishlaydigan bo'lsa, vidolashishga munosabatlik adab ahkamlardan Zamzam quduqidan o'zi suv tortadi dedi. Va yashrabu in qadara. O'zi suv tortib Zamzamda ishlaysa ishidir. Fa huwa afdal. Shunda qilsa eng afzali shu. Lima ruya annahu sallallohu alayhi vasallam ata Zamzama wa naza'a bi nafsihi dalwan. Zamzam quduqiga kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir chelak suv tortdi. Fashariba thumma afraga ma'ad dalwi. Suvni ichdi, undan keyin qolib qolgan chelak suvni ustiga quyib dedi sallallohu alayhi vasallam. Zamzam bu Hajar anamiz Safa Marva aralig'idagi yeshil belgi aralig'ida yugurib, ikki tog'ning aralig'ida shunda qatnagan chog'da Jibril alayhisalom shu yerga teplan suvni bulduqlab chiqargan suv. Sahih Buxoriyda bor. Hajar anamiz suv boshqa qism ketmasin deb da atrofiga to'pi yig'ib to'xtalib o'qigan. Zamzam degan shunda yig'ib olgan suv deb kelgan. Yig'ib olmagan bo'lsa bu shu eqib turadigan suv bo'libdi deb Sahih Buxoriyda bor. Aynan yig'ilgan jiqroq suvni Zamzam deb ataydi. Zamzam degan ism shu yerdan kelgan. Zamzam suvi bu mübarek bir suv bo'lsa, her qanday ahvolda jiqchib ichish mustahab. Tavaful vadolar emas, boshqa har qanday chog'da. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zi ichgan va ichishga buyurgan va uning fazilatini bayon qilgan. Ana shu haj va umri kelgan chog'da tavafdan keyin va Safa Marvaga chiqib sa'i qilishdan ilgari Zamzam suvi ichish mustahab. Ya'ni bu mazhabda va jumhurning qarashida. Şu Cabir radhiyallahu anhu'nun Sahih Müslim'deki uzun hadisinde şuna kelgan. Summa rakiba Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fa afada ila'l beyti fa salla bi Mekke'te zuhra fa ata bani Abdul Muttalib yaskuna ala Zamzam fa qala inza'u bani Abdul Muttalib فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. Kişiler Resulullah'ı şunda quduqdan tatib optiken deb hammadan o'zi tatilgan bo'lib ketmaslik uchun, o'zi tatilgan bo'lib ketsa, Abbas radhiyallohu anhuning jamoatining sug'urish va xizmatini tatib oladi huquqni. Shunda huquq tatilib ketmasin desa, men o'zim chelak tatib suv oldim. Tanavaluhu dalwan fashariba minhu. Sonra ular, yani Abbas radhiyallohu anhuning avlodi Bani Abdul Muttalib jamoatidan bir chelak suv tortib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga sungandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu chelakdan suv ichdi. Ma kitobda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zi quduqdan suv tortdi dedi, ama Cabir radhiyallohu anhu hadisida Abbas radhiyallohu anhuning avlodi suv tortib bergan deb keldi. Lekin Rasulullohning o'zining tortgan ahvolini bayon qilgan hadislar bor. Va kitobning ostida shuni bayon qilib berdi. لما أفاض نزع لنفسه بالدلو
لم ينزع معه أحد فشرب ثم أفرغ ما بقي من الدلو في البئر. Lekin yerda shu quduq to'katdi debdi. Ma kitobda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qapqagan silaklik suvni o'zining ustiga quyatdi deydi, ama alayhi yani o'zining ustiga beshi quyatdi degan bu. Beshi quygan ma'nosi qildim shunda. ثم أفرغ ماء الدلو عليه صلى الله عليه وسلم. Daha önce Resulullah özü çilek tartırgen mezmun var bazı hadislerde. Yani bazı Müslim'in rivayetinde Abbas radıyallahu anh'ın evladı çilekte su tartıp gelgen. Bazı rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem suyunu içip olup kapkagan suyunu beşiğe kuvvetli degan rivayet gelse, yani bazı rivayette kapkagan suyunu kudukka töküvetli degan rivayetim var. Selef salihlarımı Kabe'ye vedalışta bağlan vaxtıda tavaflı vedadan keyin zemzem suyu içken. Mücahit şunda rivayet qilgan tabiinlardan. Zemzem suyunu içken çağda muttafaqun alayhi hadisda İbn Abbas radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zemzemni örtürüp içken deb kelgan. Bazı rivoyatlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örtürüp su içishdan to'sgan, agar örtüp su içip qalsa endirmasin. Endi rivoyatga kelgan bo'lsa, ba'zi ulamolar o'tirib ichadi degan. Ba'zi ulamolar o'tirib ichish afzal, o'tirib ichish joiz, Rasululloh shu joizlikni bayon qilib, shundan o'tgan. Ba'zilar yo'q, zamzam suyini o'sha o'rinda ichgan chog'da o'tirib ichsa, boshqa chog'da zamzam yoki boshqa narsani ichgan vaqtida o'tirib ichsa deb batdi. Lekin o'tirib ichganligi va o'rtib ichganligi va o'rtib so'zdan to'sqanligimi sayyidsizga har ikki xil rivoyat. Yani beşiği su quydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kapqagan suni beşiği quyatdi deb keldi o kitobda. Ulamolar zamzam suyida juyinsi bulamdi, tartasi bulamdi, najosatning tozisi bulamdi degandek masalalarda ixtilof qilishib, juyinsi bo'ladi, tartasi bo'ladi degan ko'pchilik ulamolar. Ba'zilar istinjo qilsa bo'lmaydi, janobatning juyinsi bo'lmaydi. Chunki bu ma'un muborak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qalbini yuvgan suv va uning boshqa fazilatlari bor. Jibril alayhissalom yani tepkellikten bulduk çıktıktan sonra raktadı Cibril dedi. Hazreti isimleri köpten zemden. Onda bu onun kim bunu onda işletmeye yaxşı, mekruh, onda işletse digeri bak. Diken tartasa jüyünsü buludu. Köpçülük ulamalar yana bunun da necaset tazısını bulardı. Çatak yok diken. Yani o beşik su kuyduya diyen rivayet gelsek an Cabir radıyallahu anhu enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem ramala telâfete atvâfin minel haceri ilel haceri ve sallâ rekateyn thumma âda ilel haceri thumma zâhebe ile zemzeme feşeribe minha ve sabba ala ra'sihi ثم رجع فاستلم الركن ثم رجع إلى الصفا فقال ابدأوا بما بدأ الله عز وجل به. Bu İmam Ahmed Müsned'de rivayet edilen ve Bedreddin İmam Bedreddin el-Ayni Umdetul Qari'de isnadı ceyyid diye. Zerkeşimiz Seyyid Gadis. Şunda ona vasabba ala ra'si der inakkagen. Zalim ma kitap tikse doğru. Beşi kuysa, tarıtarsa, ya yüzlerini yiyip bedenlerine suvat kıysa buludu. Çünkü bunun bir şifalık var, mübarek su. Yeni bir rivayette Muaviye radıyallahu anhu geldi. فشرب منه وصب على وجهه ورأسه وهو يقول زمزم شفاء هي لما شرب له. Muaviye radıyallahu anhu zemzem suyunu içkenlikken yüzüge ve beşe kuygan ve zemzem şifadır diyen. Onu ne maksatla şifası? Şu maksatı için faydalık buludur diyen. Bunu Fakihi Akbar Mekke diyen kitabında rivayet kılgan. Hafız ibn Hacer'nin ayrım bir risalesi olarak cüz'u ma'i zemzem lima şuribe lehu. Müşeddis doğruluk bir risale yazar. Şu kitapta isnaduhu hasan ma'a kevnihi mevkufa. Yani Muaviye radıyallahu anhu mevkuf. Yani merfu olması mı? Lekin senadı hasan diyen. Lekin bunda mezmunlarda el-mevkuf lehu hukmul merfu'udur. Yani Sahih Müslim'deki hadiste inneha mübareketun yani zemzem demek. İnneha mübareketun, inneha ta'am tu'min ve şifa'u sukmin. Açlıkta, uzukçuluk hesabında açlığını toydurgan tamaktek bulunan su. Yani kesellik olsa kesellikte şifalı.
Şuna zemzem suyunu içip lan bir şirkette yaşayalaydı insan. Yani bir ay yaşayalaydı. Tamaklı onda. Ma zemzem lima şurbe lehu diyen müşahedisine Süfyan ibn Uyeyne, yani Albani, İmam Ahmet'le seyredip qaragan. Bundan iken muşu hadisler, biz hazır şukurda bayan kıygan zemzemden fazileti hakkındaki hadisler şifa sokundu bu işçilerle çekilip kalmaydı. Şifa sokundu diyen beşini okuysan, yüz kulağını jursan, suyuksan, aşımı şifa buldu. Mesela mayını suyuksa doğru şekilde buldu. Şuna okşaş bedenini jursu mu şifa buldu diyen umum mezmunu köstüler şuna. İşçilerin kasemaz. Nalksa, jünsa, beşiğa yüzgü kuysa buludu. İmam Ahmet'ten oğlu Abdullah rivayet kılgan bir rivayette oğlu deydi وَرَأَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ يَشْرَبُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ يَسْتَشْفِي بِهِ وَيَمْسَحُ بِهِ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ. Abdullah ibn Mübarek mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılıp aşedin senediler. Ben falandım Resulullah'dan rivayet kıldım. Ma zemzem lima şurbe lehu ve hâdâ eşrabuhu li'ataşi yevmen kıyâme. Ben şu zemzem nazır kıyamet gündeki mahşerinin şu sığlıkta tağ çöküp ketken çağında susap ketken çağ üçün içime yani şu çağda bana tutup koymagayla da şu duanı kılıp içime demekçi. Hazreti Ömer'den mu? Lidama yevmel kıyamedik kâge. Bunun başka İmam Şafii rahmetullahi aleyh ma zemzem lima şurbe lehu diyen müşrivayetke asasen bir kadın zemzemin içken çağda ben ok ötüşüne mahir olsam, mergen olsam da içer, keyin ok atsa, 10 pay ok atsa, 10 payın del tekbizliğin boğan. İmam Hafız ibn Hajar yaş vakti verip zemzemine içke vaktida ben şu hadis ilmi rical muşandım Hafız Zahabi'dek boğan bolsam da şunu tilep içke. Keyin 20 yıldan keyin bargan çağda Allah Taala duayını icabet kıldı degan. Onun başlaması İmam Suyuti fıkıhda İmam Bulqini, Siraciddin Bulqini'dek bolsam, hadiste İbn Hajar'dek bolsam da dua kılıp şunda boğan. İbn-i Arabi, müfessir, ahkam-ı Kur'an'ın İbn-i Arabi, Maliki ulemalardan, bu men el-ilm vel-imanda jukra pelgesen deb içip, keyin ilim ve imanda jukra pelgi yetip bolgandan keyin pishman qilgan. Şu çağda ilim vel iman vel amal deb amalni qaytarsam bo'ladi ekan. Amalda şu derece kemalat yetgan bo'lsam deb. Yana Hatibul Bagdadi bu tarix Bagdad'da 4 mücellet kitap var. Şu Bagdad şehrinin tarihi. Şu şehre kelgen ulemalar, şu şehirde yaşayan sahabeler, bolgan laqalıkını bayan kılgan 4 mücellet kitap var. Hatibul Bagdadi 3 işini işitken. Birisi bu tarix Bagdad degan kitapında Bagdad'da bir sözlep, leksiyaklı sözler ötken bolsam da bu bir. İkincisi Mansur camiasida hadis üretken bolsam, hadis müderrislik qilgan bolsam degan. Üçüncüsü o'lib ketsam, Bishril Hafinin yanında yerlikli qo'yilgan bolsam da 3 ishni tilgan, zemzem ichgan va 3 ishi ijobati bor. Deganda. Bu anda şu ma zemzem lima şuribe lehu degan şu hadisning seyligini ve sebeplerimizin, ulemalarımızın şu niyette aşında emri tatbiqlab zemzem ichgan chog'da aşında en çoğ tileklerini tilvag'anlikni ve vücut chiqarlikni ko'zib. Zemzemning fazilatlari. Belki mesleğiniz bu ya neredeyse. Ya neredeyse bular. Çünkü zemzemni baş vücutlarga ep ketishli bo'ladi. Bazı ulamalar japat atib öfketken bolsa, halisa satsımı bo'ladi degan. Davamki o zemzem nerede olsa ichgan chog'da shu zemzemni ichgan bo'ldi. Zemzem su. Endi biz chiqdi. Şu ulamalar ko'pchiligi sinjaq isim bo'ldi. Yoki ba'zida boshqa su topilmagan chog'da jo'rilib qolsa sinjaq isim bo'ldi deydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasan ve Hüseyin radıyallahu anh'ın qilgan chog'da zemzem suyida zemzem suyu ichgan degan rivayat bor. Bunun bir eser ya bir hadis nima yo'q. Bu hozir kishilarning o'qigan bir bid'atlik bir ishlam. Şekerat olsun. Öyle ketkenlik yan tutmuştuk.
قال ويستحب أن يتنفس في الشرب 3 مرات. Su içken çağda kaçıdan jirakrak durup 3 katın tinitiş mustahap boludu. Bu zemzem işlemamaz her kadar su içken çağda şunda. Bu doğruluk hadis kelgen. وَيَنْظُرَ إِلَى الْبَيْتِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ. Her katım su içken vaxtıda Kabe'ge qarab turib Bismillah deydi. Bismillah velhamdülillah ve salatu ala Resulillah deydi. Ve yekulu fil marratil akhira ahir katımda Allahümme inni es'aluke rizqan vasi'a ve ilmen nafi'a ve şifaan min kulli da'in ve sukmen ya erhamer rahimin. Amin. Şunda deydi. Aşı dua İbn Abbas radıyallahu anh'ın kelgen. Sahabetin kelgen dua. Bunu İmam Darqutni Sünen degan kitabida, Abdurrazzaq Musannaf degan kitabida, Fakihi Akhbar Makkada rivoyat qilgan. Yani şu ahirgi qatımda bunda dua qiladi. Yani zemzem ichib bo'lgandan keyin, yoki ahirgi 3-chi qatim ichishda bunda dua qiladi. Chunki mushu chaqda qilgan dua ijobat qilinishga yaqin. Dua ijobat qiladigan o'rinlarning birisi shu demak. Summa yamsahu bihi wajhahu wa ra'sahu. Undan keyin zemzemni yuzi boshlari sukaydi, surtidi. Ve yasub alayhi in tayassara lahu. İmkan bo'lib qolsa beshi quydi Rasululloh qo'ygandek. Ama zemzemni ichishda ba'zi hadislarda, ojizroq hadislarda to'yg'ich ichidi deb kelgan. Zemzem ichishning odoblaridan. Va yatadallau minha. Yatadallau degan to'yab bo'ldi degan qadar qo'sqim shunda bo'lib ketgan qadar. Chunki bu mu'minlarning sifati, munofiqlarning alomati nima? Zemzem ichsa azg'inish to'xtab qoladi. Qancha to'yg'ich ichmaydi. Shunga solihlar, mu'minlar shunda jiq ichishi lozim. ثم يأتي باب الكعبة ويقبل العتبة. Ondan keyin Kabe'nin darvazasının aldığı kilip bosuğusunu söydü. لما فيه من زيادة التضرع. Kabe'nin darvazası kilip bosuğusunu söydü. Bosuğun söyleş bu texmi bak yeliniş ve Kabe'ni ve Allah'ını texmi bak ulug'lashni gösteren bu başka. Şunda kılış adabının cümlesinden demek. Lekin bu haqda bir eser kelgan bo'lishunkin ثم يأتي الملتزم. Ondan keyin multazamga keladi. وهو بين الباب والحجر الأسود. Multazam degan Kabe'ning darvozasi bilan Hajarul Aswad ba bujak oralig'idagi 1,5 metr 2 metr yaqin o'rin. 4 gaz keladi odatda. Fayulsiqu batnahu bil bayt. Multazam kelgan chaqda shu yerga esilib Kabe'ga chaqishib turdi demoqchi. Qo'sqa olsun butun badanni Kabe'ga chaplaydi. Qo'lida eslab ya Kabe'ning yo'qligini eslab bunda turdi. Wa yada'u khaddahu al-aymana alayhi. O'ng inikini multazamga chaplaydi. Va tashabbasu Kabe'ningki yo'qliklariga chin eslib turdi. Kal mutaalliqi bi tarafi thawbi mawlahu yasta'inuhu yoki ba'zi nusxalar yastaghithuhu fi amrin azim. Xuddi cho'ng bir xo'jayiniga yordam talab qilib eslab olgan kishidek Kabe'ning yo'qligiga eslib turdi. O'zini aytdi, tuvan tutgan, yig'ilgan, takbir etgan, tahlil etgan va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duri salom yo'lgan holatda ashunda turdi. Bunda turishi mustahab, ya'ni shunda iltizom qilib turishi mustahab emish. An Amr ibn Shuayb an abihi qala طفت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دمشق فلما جئنا دبر الكعبة قلت ألا تتعوذ قال نعوذ بالله من النار ثم مضى حتى استلم الحجر وأقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا بسطهما بسطا ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. Bunu İmam Ebu Davud ve İbn Mace rivayet qilgan. İmam Ahmad ve Tirmizi'de acizde qilgan bo'lsa-mu, Şeyh Albani silsile sahihada sahih deb qilgan. Yani İbn Abbas radıyallahu anh'a el-multazamu beyner rukni vel bab degan Musannaf Abdurrazzaq rivayet qilgan. Abdullah ibn Zubayr radıyallahu anh'ın aşında iltizam qilganligi sahih kelgan. İltizam degan ay bir narsani quchoqlab olgan, chaplashib olgandek ahvol ko'rsatadi. Multazam degan chaplashib turib olgan joy degan ma'no.
Lekin şu beyne rukn vel bab Mişşada Kabe'ye çatlaşıp turuluş en meşhur kagini şu. Bunun başka Kabe'nin hem yerge ağ taraftan, yan taraftan çatlaşıp turuluşun buldu diyendek mezmunlu kagin sebepler. Bunun başka Nuh'un aslı ırkılıp başında iltizam kılıp turuşun kagin. Yani çatlaşıp turulduğun cay Nuh'un aslı Nizab-ı Rahman deyimiz o Hicr İsmail'deki şiadet mükagin. Kabe'nin hem tarafından nima qildi deb kelgan. Dubulul Kabe deb kelgan. Kabe'nin darvoza tarafı emas, oq taraf. Shu oq taraf shu nima qildi? Mizab. Mizab qildi. Muntazamno oldikilardan yersiga shu Ya. Çünkü iltizam degan chaqlashib, quchoqlab turish degan gap. Chaqlashib, quchoqlab turamasa, jiroqdan turmaydi. İltizam bo'lmaydi, lekin duo bo'ldi. Müstahab. Onu mu adab cümlesinden akıp yaptı, müstahab demedi. Lakin onun delili yok. Yani ma iltizamga hiç olmasa hadisten ve sahabının işizlerden delil var. Yani delil olsa müstahab diyemez. Delil olmasa bir kişimde oylap hamda manda kısap Kabe'nin öz layıkıdır bir. Hürmetini kılıp mümkün bulduğumuz diyen katar. قال ويجتهد في الدعاء duada qattiq tirishchilik ko'rsatdi. Albatta, mush o'rinda duo qilgan chog'da qo'lni ko'tardi. Fa innahu mawdi'u ijabati ad-du'a. Chunki mush joy duo ijobat qilinadigan o'rinlardan biri. Ja'a bihi al-athar. Mush mazmunda asar kelgan deydi. Yani mush o'rin duo ijobat qilinadigan o'rinlardan biridir. Hasan Basri'nin kitabı Fadail Mekke ve Sekeni Fiha diyen bir risalesi var. Şunu da Hasan Basri şunu depken. Ve ma alal ardı beldetun yüstecab dua fiha fi 15 mevdian illa Mekke. 15 yerinde dua icabet kıldıgan Mekke'den başka bir jüt yok. Mekke'nin 15 yerinde dua icabet oldu. أولها جوف الكعبة الدعاء فيها مستجاب والدعاء عند الحجر الأسود مستجاب والدعاء عند الركن اليماني مستجاب والدعاء عند الحجر مستجاب والدعاء خلف المقام مستجاب والدعاء في الملتزم مستجاب والدعاء عند باب بئر زمزم مستجاب والدعاء على الصفا والمروة مستجاب والدعاء بين الصفا والمروة مستجاب والدعاء بين الركن والمقام مستجاب والدعاء بمنى مستجاب والدعاء بعرفات مستجاب والدعاء في المشعر الحرام مستجاب. آخر حسن البصري فهذه يا أخي 15 موضعا فاغتنم الدعاء فيها فإنها المواضع التي لا يرد فيها الدعاء وهي المشاهد العظام التي ترجى فيها المغفرة فاجتهد يا أخي في الدعاء عند هذه المشاهد العظام. Buna Fadail Mekke ve Sekeni Fiha diyen risalesinde Hasan Basri rahmetullahi aleyhi bayan kılgan. Muşu orunda bazı dua siğaları İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet kılgan. Bunu İmam İbn Teymiye Mecmul Fetavada bayan kılgan. Manda da dua kıldı. Muşu makamı layık. Uzunrak dua ken şu an nakıl kıldım. Kâle ve yebki jığılgan halette dua kıldı. Ev yetebâke ya ki jığlaşıp tırışıdı ya başka jığlayatkan bolsa onu tenkeş kılıp jığlaşıp durdu. Fe innehu min alamatil kabul. Çünkü jığla dua kıysa icabet kılınarak görünüdü dua dedi. Kâle ve yerci'ul qahtariye hatta yahruca minel mescid. Mescid-i Haram'dan vidalışıp çıkan çarpıda akıga destiginiçe çıktı. Liyekuna nadaruhu ilal Kabe. Kabe'den gözünü üzmeye akşılap çıktı doğru. Bu bir adab Katar'da Hanefi mezhep keltirgen işlerinin birisi. El-Qahqari diyen şu akıga mangallıkını görsün. Hanefi mezhebinin köpçülük ulemaları Mescid-i Haram'dan vidalışıp çıkan çağda akşılap çıkışını oturup koygan. Müşün adabı, müstahip işlerinin birisi de. Şafii mezhepte bu acizrak bir karaş. Maliki mezheptekiler ve Hanbali mezheptekiler, yani Şafii mezhepteki racih karaşta akşılap çıkış bid'at.
Hanifi mazhabdagi ba'zi ulamolar shunday degan. Ularga bid'at degan qarashmi, mustahab degan qarashmi Hanifi mazhabda bor. Nima uchun aqsab chiqdi desa, bu shu baytni ulug'lash jihatdan, hurmat qilgan jihatdan. Yani bu aslida bu ajamning odatida padişahning huzurida ajda chiqqancha aqslab, men chiqadigan ish bo'lg'achqa, buni aqslab chiqitish hurmatni bildirdi deb qarab, shunda adab deb o'tirib qo'ygan. Yani Maliki ve Hanbali ve Şafii ulemalari Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem en hürmetini kıldıran zat-ı Kâb'nin. Sahabelerimiz şunda. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de aksıp çıketmegen. Yani böyle şu hürmetler şiatten şunda kılımız da oturup koygan bir adam. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramla kılmagan iken bu ibadet şuna asa bidat buldu degen ulemalar. Yani Hanefi mazhabda bir acizroq bir qarash var. Buni Mulla Ali Qari Al-Manasik degan kitobda o'tirib qo'ygan. Kabe'ga aqini qilib normal mangdi qaytishda, darvoza tarafga qarab mangdi. Kabe'ga aqini qilib. Lekin patpat Kabe'ga ko'zi uzanmay, aylanmay qolgan kishidek patpat Kabe'ga qarab, yana qarab undan mangdi. Vedalish shunda bo'ldi-ku. Yani Kabe'den ayrılış kıraatına konuyerin bulayotgan kişidek şunda bana doğru dedi. Lekin qaradigan bo'lsak bunda ya bir hadis ya ki sahabe kiramdan bir eser yok. Shundan keyin bu mustahab emas deymiz. Mustahab emas. Lekin bid'at mı? Yoki joiz mi? Allohu a'lam. Maliki Hanbalilar birdek. Lekin Şafii'den ikki qarash var. Şafii'ning kuchli qarashida Maliki Hanbalidek bu bid'at deydi. Ajizroq qarashida Hanifi mazhabining ko'pchiligidek adab jumlasidan deydi. İmam Abu Hanifa'dan da bir rivayet kelmagan. Lekin Hanifi mazhab ulemalari mushuni bayon qilib, keyin mush mazhabda shunda bir adab badab kitobida o'tirib qo'yilgan. İmamning kasi ham bir asar bad deyish mumkindir. Tabiiy bo'lgandikan asar bad deyiladi, asar yo'q. قال ويستحب أن يقول عند الوداع اللهم هذا بيتك الذي جعلته مباركا. أما اسم درواز çıkıp mesela haram bilan vidalashgan chaqda shunda duo qiladi. اللهم هذا بيتك الذي جعلته مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم فكما هديتنا لذلك فتقبله منا ولا تجعله آخر العهد من بيتك الحرام وارزقني العودة إليه حتى ترضى عني برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. مش هذا بدو أقول دعاء. قال وإذا لم يدخل المحرم مكة وتوجه إلى عرفة ووقف بها. Yani bu dastlabda hajga kelgan kishi Makkaga kirmaylan udul Mina Arafat ketgan bo'lsa, Oydurumdan udul Mina Arafat ketib qolgan bo'lsa, va waqafa biha Arafat tutgan bo'lsa, alal vajilladi bayyana biz yuqorqi sahifalarda bayon qilganimizdek saqat anhu tawaful qudum. Uning galinden tawaful qudum saqit bo'lib ketdi. Bu yalnız hacci ifrad kelgan kishi. Hacci ifrad kelgan kishi uddul ketdi. Tavaful qudum yo'q deymiz. Lekin tamattu kelgan bo'lsa, umra qilish lozim boshqa. Yoki qiron qilgan bo'lsa, umra qilish lozim. Li'annahu shar'a fi af'al al-hajj. Chunki bu kishi udul Mina chiqib, yoki Arafat chiqib turib, haj faoliyatlariga tutishib ketgan. فيجب عليه الاتيان بسائر أفعاله على وجه الترتيب. Lakin hajga tutish qilgan chaqda nimadan boshladi? Minaga chiqib turishdan boshladimi yoki Arafat chiqib turishdan boshladimi? Shu boshlagan nuqtasidan keyingi ishlarni tartib bo'yicha qiladi. Arafat turib bilan kirib tavaful qudum qilib chiqib Muzdalifaga bunda qilmaydi. Arliqqa u tavaful qudumni tiqib qo'ymaydi. Wala dama alayhi. Tavaful qudumni qilmasa, uni qon kelmaydi. Tavaful qudumni tark etganlik uchun qon kelmaydi. Li'annahu sunnatun. Chunki bu sunnat. Wala yajibu bi tarkiha shay'un. Sunnatni tark qilish bilan
qon kelmaydi yoki fidya kelmaydi. Biz yuqorida o'tgan darsi bir so'm so'radimmi? Asaa deganni. O'sha asaa yakun musian li mukhalafati sunnah deb chiqildi. Hanifi mazhabda bu bir istiloh. Isaa degan. Asaa. Hanifi mazhab ulamolari bu isaning darajasi qanchalik? Bu harom degan gapmi? Gunoh bormi? Yoki kiraha tanzihiyami? Ya kiraha tanzihiya bilan tahrimiyaning oralig'ida bir narsami? Bunda har xil qarashlar bor. Lekin Hanifi mazhabga rojih qarash isaa yakun musian deb kelsa, al-isaatu adwanu min al-kirahati at-tahrimiyya wa afhashu min kirahati at-tanzih. Haram darajasiga bormaydi. Kiraha tanzihiya hech gap bo'lmaydigan oralig'ida bir narsa. Shunna muakkada bo'lib qolsa, bir qatim uzrsiz tarqib qolsa gunoh bo'lmaydi. Lekin davomli izchil tarqisa gunoh bo'ladi. Vojibning gunohidan to'rak. Talvihda tarki sunna muakkada qaribun min al-haram. Haramga yaqin. Sunna muakkada davomli tashlasa, bu haramga yaqin degan. Ularga o'sha asaa yakun musian deya atalg'ili kelib qolsa, kiraha tanzihiya bilan kiraha tahrimiyaning oralig'ida nasullo. Yani azgina gunoh bo'lishi mumkin. Tapmalamat ve azraq gunoh deymiz. Darajasi. Kiraha tahrimiya bilan tanzihning oralig'ida bo'lgan ekan. Kiraha tanzihiya desa gunoh yo'q degan bo'ldi. Kiraha tahrimiya gunoh bor degan bo'ldi. Bu o'ttirib bo'lgan ekan. Tapmalamat bilan sen musulmon deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatini tark qildingmi degan. Tapmalamat bilan azraq gunoh, yengil bir gunoh bo'ldi. Hanifi mazhabninki asa degan istilohdan maqsad qildigani shu. Yoki rojih shu Hanifi mazhab. Har xil qarash bo'lsin, rojih shu. قال ومن اجتاز بعرفة نائما أو مغمى عليه أو لا يعلم بها أجزأه عن الوقوف. Biz yuqorida bayon qilib o'tganmiz. Arfat maydonida turish masalasida Arfat maydonidan uxlab holat o'tib ketib qoldi. Yoki hushidan ketib qolgan holatda, yoki Arfat maydon ekanligini bilmay yashab turib ketib qoldi boshqa. Lekin tudi, jismi shu yerda bir muddat tudi. Shunami? Undan keyin shu haj uchun talab qilingan turishning o'rnida turdi shu. Hisob ashudi. Shuni hisob bo'ladi. Li-vujud rukn. Chunki bu yerda asosli rukni mavjud. U bo'lsa-mu turish. Ashan jismi shu yerda jumla tug'an hisobda. ولإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم من وقف بعرفة فقد تم حجه. مش hadisning umum lafzidimi? Kimki Arafat tutulsa haj tamom bo'ldi. Bu turish ixloqli holat tutilsin, o'shidan ketgan, oylik ketgan holat tutilsin, yoki Arafatni uqmay turib qolsin, o'xshash demakchi. İmam Abu Hanifa'dan shunday qarash kelgan. Miqatdan o'tgancha o'shidan ketib qolgan bo'lsa, amralari uning o'sha kelishini, o avtobus yoki aeroplanni saqlamaydi-da. Chunki amralari osh kishi uchun niyat qilib qo'ydi degan. Niyada shu kishi o'zi shu maydonda turgan bo'lsa, hisob bo'ldirib. Ay boshimizdan 60 ta bo'lib o'tirdi bu muloqotda. Ya turishning o'zi bir muddat tursa, shu turadigan vaqt peshimdan bandat qadar bir muddat tursa, vujud chiqdi. Lekin bizda peshimdan tortib boshlab turgan kishi sham qadar turishi vojib. Shamdan keyin turgan kishi qancha turib ketsa bo'ldi. قال والمرأة كالرجل لأن النص يعمهما. Endi bu hozir bayon qilmoqchi bo'lgan masala o'sha haj faoliyatlarida, manasikal hajda erlar va ayollarning farqi bormi ba'zi bir ishlarda degan masala. Umuman qilib aytsak, ayol kishi er kishiga o'xshash ko'p ahkamlarda. An-nisa shaqa'iqur rijal. Hajning manasikini, hajning farzligini bayon qilgan islomni er va ayolni o'z ichiga oladi. An-nas o'shada oyat va hadislar er va ayollarni o'z ichiga oladi. Masalan, "Valillahi 'alan-nas hajjul bayt." An-nas o'shada er va ayollar misan. Buni bosh bunyal islom ala haj va hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila. Ya'ni kutiba alaykumul hajju fahujju degandek hadislar. Yana haj ayol kishiga nisbatan jihaddan bir nasiba. Erlar jihad qilsa ayollarga nisbatan shu umri bilan haj jihadning o'rnida.
عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد ayollarga jihad farzmi jihad qilish kerakmi deb so'rasa qala na'am alayhinna jihadun shunda ularga jihad bor la qitala fi lekin ularning jihadida urush yo'q al hajj wal umra yani ashularning ayollarning jihadi haj va umrdan iborat İmam Ahmed ve İbn Mazir rivayet qilgan. Lekin ayollarga hajga berish uchun mahram yoki yo'ldoshi hamroh bo'lishi shart. Ama mahram yoki yo'ldoshi dedik. Yani bir mazhabning sayyidlar tangan kuchlik qarish shu. Boshqa mazhablar sal bo'shab har xilini deb bakdi. Hatta İmam Ahmed yashin qolgan bo'lsa mayli, mahram ketmaydi deb bakdi. Yana naflaj bo'lib qolsa hamda farzajga mahram topsa ya yo'ldosh bo'lib qolsa menga islomga lekin naflaj bo'lib qolsa mahram topa olgan taqdirda yo'ldoshidan ijozat so'rashi lozim chunki bu vaqt olgan bo'lg'achqa bir oy ketgan ish bo'lg'achqa ruxsat olish lozim ne erlar ayolning farqlaridan birisi qala illa annaha takshifu wajhaha duna ra'siha lekin farqlardan biri er kishidagina beshini echib qo'ymay yuzini echish lozim liqavlihi sallallohu alayhi vasallam ihramul mar'ati fi ra'siha bu sahih mavquf rivoyat lahu hukmul marfu desak hadis hukmida bo'ladi lekin undan boshqa sayni kelgan la tantaqibul muhrima degan aniq sayidlar bor undan keyin ayol kishi ihrom bog'lagan chog'da niqob burqa niqob degandek narsani elutdi ehramni niyat qilgan chog'da miqatda niyat qilingizga shu chog'da yuzni echitdi faqatlamda burun endi yuzni o'rgangan ayol bo'lib qolsa ehram bog'lagan chog'da elvatdi ammo yat akishlar ko'radigan ahvol bo'lsa niqob taqib olmay bunda bir narsa tashlab qo'ydi erlar ketgandan keyin echitdi yoki ro'molida tutildi erlar o'tgandan keyin echitdi qo'li palak kiyib olmaydi agar qo'lni yo'gay deb qolsa burun palak kiydigan ayol bo'lib qolsa qo'lida bir narsa rahtak bir narsa qo'lga olib yo'gab turibdi er kishi o'tgan chog'da undan keyin eshitdi lekin burun yuzni yo'gamaydigan ayol bo'lishi chunki yuzni yo'gash masalasida ixtilof bor biz avrat emas burun yuzni yo'gamagan bo'lsa yuzni yo'gamagan holatda shu sunn yuzi ochiq turgan Emzile içitiş var mı bu hafta? Emzile içitiş yani bunun xatarli bir ahval kıldı. Er kişi ko'rmaydigan ahvoldimi yuzni niqob bilan taqib olsa bir qo'y keldi degan. Biz erlarmi endi u bizga ko'rdi ko'rmaydigan gap yo'q-ku erlarga nisbatan. Er kishi beshini o'rgib olsa ya uxlagan chog'da bo'lsin o'tdan chunki olsa bir qo'y qon keldi degan. Er kishi erda ko'rmaydigan erlar ko'rdigan chog'da ma'qul burun niqob taqadigan ayolda yuzni o'rgish kerakda uni ko'rsa bo'lmaydi desa erlar ko'rmaydigan ayollar yatak tutgan chog'da yuzni o'rgib o'tdi ya faqat erlar yoksa yuzni o'rgib olsa bir qo'y qon keldi degan. قال ولا ترفع صوتها بالتلبية تلبية olgan çağda tekbir, tahlil, zikr, tesbih etken vaxtlarda ve dua qilgan vaxtlarda üllük to'limaydi. Lekin o'zi anlaydigan darajada ovozini shunday chiqardi. Xavfan min al-fitna. Erlar anlab, erlar diqqat qilib, yo'g'inda ba'zi bir naloyiq ishlar bilan qilmas uchun ولا ترملوا Kâbin tavuk qilgan chaqda ildam yugurgandek ma'tub bo'lsa-ki 3 oyni ishlash ama o chaqda unda yugurib ildam ma'maydi normal ma'do albatta ittibo'mi yo'q erlardan farqi va umrunda ish qilgan ishlatib ayollar dashmaydi ولا تسعى diye safa marının arlıqda sahiba deki ishki yishchilarning arlıqda unda yugurmaydi. Bunda icma var. La ramal ve la sa'i ve la ittiba diyende icma'an. Lianna mebne emriha ala satri. Çünkü ayollarning işi içilip kalmaslık üstü kuruldu. Ve fi zalika ihtimalul keşf. Aslında juygan ahvallarda içilip kalishi mumkin. Ve tuqassiru ve la tahliqu. Çat çürütüş meselesinde erlarning çat çürütüşü afzal degan top.
ayollar chechini tushirmaydi. Chunki chechini tushiritish degan ayollarningki surtini o'zgartirishdek muslatib borildi. Tabi holatga kirib qoladi demoqchi. Li'annahu sallallohu alayhi vasallam nahan nisaa 'anil halq. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayollarni chatni tushirib o'tishdan to'sgan va amarahunna bit taqsir. Chechini qisqartinglar deb buyurgan. Hem chechni qisqartgan chaqdimi, yat akishlar ko'rdigan holatda chechni echib bundan o'qilishmi. Ba'zilar sayiq bo'lib, mana bir kelgan tushirlam, chechni echib bilan mashhad qachidan kesib qisqartgan bo'lgan. Erler kurduğun yerde kesmeyin. Hiç üzülmeyin. Buldu. Yeri ki mahrem kolları. Bulardı. Yani ihramdan tahallül kılış vakti geldiler. İbn Abbas radıyallahu anh dedi, "Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, leysa alem nisâ'il halq, innema alem nisâ'it taksir." Hafız ibn Hacer seneduhu hasan dedi. Qala ve telbasul mahita. Tikilgan kiyim-kechaklarni kiydi. Erlar bo'lsa, tikilgan kiyim-kechaklarni kiymeydi. Li'anna fi tarkihi khawfa kashfil awra. Chunki tikilgan kiyimni kiymay, rahni otib olsa, echilib qolish ehtimoli kuchli. Lekin kiyim kiygan chaqda ayollar xohlagan kiyimni, hijab shar'iga to'g'ri keladigan kiyim bo'lsa, xohlagan kiyimni kiydi. Palto, abayı ki şart emas onda. Azada bedenine ma'lum qilmaydigan o'lchamli kiyim bo'lsa bo'ladi. Uzun ko'ylak olsun buldu. Bunun rengi ko'k, avrang, yeşil, qizil qanday bo'lsa bo'ladi. Qora ya oq bo'lish kerak emas. Faqat alayli yasindigan manda bir kiyim bo'lsa bo'ldi. O kiyimning ichiga ish kiyimmi kiysa bo'ldi. Har kishi ehramning ichiga ish kiyim kiymaydi-ku. Ayollar qatma-qat kiyasi buldu. Çünkü mabnahunna ala satr. Bu anda bazı aylar hata şunu qilish mumkin. Qala wa la tastalimul hajara idza kana hunaka rijal. Hajarul aswadni tutish va so'yash ishlarida erlar bulab qolsa shu joyda. Albatta hozir erlardan xolaman hatto er kishidan bir tushunmaydi yani. Hajarul aswadni tutma suymanda qistilib kirib yurmaydi. Li'annaha mamnu'atun an mamasatihim. Chunki ayollarning erlarning orasiga qistilib kirib chaplashib turishi haram. Ini qaraman. Ammo taqbilul hajarul aswad yoki istilamul hajarul aswad sunnat. Sunnatni qilaman deb haram ishni qilishga bo'lmaydi. Bu fiqhul avlaviyat. Hazır şaraitta mümkün kadar erlerden kısıtılıp kılıştan saklangan adeten dikkat kılıp özünü kaçırıp bunda mağdur. Eğer çağır bulması maylan bununla. Çünkü adet benden nereye tutup istedim hiç kim mecburlamaydı derdi. Hem mecburi şunda kısıtılıp kalıdı. Bunun çare yok. Lakin ayollar mümkün kadar çet taraftan ayınış lazım. Oturuğa kir olmay. Lekin buni hozirgi Saudiya hukumati ayollarning ashunda azal birini qilgan ayrim birini qilish lozim aslida. Masalan, ustiga bir aynish asli ko'rikdek narsa qilib o'tganda. Ayollar xos birini qilsin, matof qilsin. Yoki ikkinchi qavatni xos ayollarga degandek bunda qilsa bo'ldi. Shuni bo'lish lozim buni. Qala wa law hadat 'inda al-ihram igtasalat wa ahramat. Ehram bağlagan çağda heyz görüp kalsa ayollar juyunup ehram bağlardı. Bir yerki juyunuşuna biz el-gusl lil-ihram dedik. Liraf'al hadas demedik. Bundan iken heyz dağlıkı, bunun da yanılık yok. Farklangan hol yok. Bunun kadar. Lekin ehram bağlaş için juyunudu. Juyunup ehram bağlardı. Kerracül, er kişiye okşaş. Lima marra. Yukarıda erlerinin ehram bağlışını bu bayan kılınıp öttü. İlla enneha la tatuf. Fakat lan heyzda halatta tavaf kılışı lan çekilindi ayollar. Başka hecbaletlerin hemmisine er kişiye okşaş kılıdı. Yani vaktida erlerle billa kılıp da şimdi. Fakat lan tavaf ne? Heyzda halatta kılıp denmeydi. Sa'yini şunda. Yani sa'yini şunda dediğimiz sa'i degan davomli tavafdan kim buldu? Tavaf bilan sa'i jutuqqan. Tavaf bo'lgandan keyin ana sa'i yolg'iz maslan tavaf qilmay turib sa'i qilish yo'q. Ayirmasdan Kabe'ni bir tavaf qilib deydi, tavaf qilib tug'ash bag'o.
Bu yalğız hem de meşru bir iş. Lekin ayollardan bir neçeylen hazır tavaf kılanmayı ekanmiz. Biz sa'i qilib o'tmaylik deb qatma, sa'i qilib bunda qildik shu. Chuqum tavafdan keyin andin sa'i qildik. Ularga ejdalatda tavaf qilmaydi, sa'i qilmaydi deymiz agar ikkisi aqnaqdan kelib qolsa. Lekin tavaf qilgan chaqda pakalat ekan, tavaf bo'lgandan keyin ular hez keldi. Sa'i qilishdan burun. Bu chaqcho tavaf bo'lgandan keyin sa'i qilaverdi. Chunki sa'i qilish uchun hezdan pakalash shart emas. Hezdamı sa'i qila oladi. Faqat tavaf qilam tahorat shart. لأن الطواف في المسجد. Çünkü tavaf qilish masjidda bo'ladi, Masjidil Haramda. Endi sa'i qilgan o'rin Safa Marvaning mas'a deymiz. Mas'a aslida haramning sirti edi bu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haramdan bir darvozadan chiqib, undan keyin mas'aga Safaga chiqdi. Safa Marva va o'ttirdagi qatnaydigan yo'l haramning sirti edi. Hozir kengaytib mas'ani Safa Marvani haramdan ishiga olgandek bir ahvol bor. Ama bir tarafdan ayarının işini qilib qo'yganligi hozir qanday ko'rindi? Saudiya hukumatining bir xatoligi. Masalan, tavaf qilgan chaqda pakkan bo'ladi. Tavaf bo'lgandan keyin sa'i qilishdan burun hayz keldimi? Hozir masjidga kirsangiz bo'lmaydi. Masjidda hayzdalat tursangiz bo'lmaydi desak, masjidni kengaytgan mas'ani masjiddan shiga qo'ygan ekan, sa'i qilmaysiz degandek chiqib qoldi. Bu binormal ahvol. Qo'llashmaydigan. Asli masjidning sirti bo'lsa, ayrim. Hezda olsa chiqib sa'i qila oladi. Tamomlaydi. Hali kirolmaydi. Yoki bunda ishiga ililishi xato. Bu masjidning sirti deb asl desak, hozir sa'i qilasiz bo'ldi desak. Lekin o'sha mas'ani masjidning ishiga akirilishi o'zi to'g'ri muvofiq emas. Wa hiya mamnu'atun min dukhul al-masjid. Ejdalatda masjid kirsa, masjidda tursa bo'lmaydi. O'tib ketish bo'lsa, bir narsani olib chiqish uchun bo'lsa bo'ladi. Qala wa in hadat ba'da al-wuquf wa tawaf az-ziyarati 'adat. Haj faoliyatini qilib, Arfat tutgan bo'lsa, Muzdalifa tutdi, Mina kelib, undan keyin tavafil ifoda qildi. Tavafil ifoda qilib bo'lgandan keyin haj kirib qolsa, adat haramdan o'zining yurtiga qaytibasi bo'ladi. Wala shay'a alayha li tarki tawaf as-sadr. Tavaf al-udani tark etganlik uchun u ayolga qon qildigan yoki bir sadaqa fidya vojib bo'lgan ahvol yo'q. Tavaf as-sadr, tavaf al-uda. Tavaf as-sadr, tavaf al-ifadaga ishiltildi. Bunu dikkat qildi. Li'annahu sallallohu alayhi vasallam rakhasa lil hayyad fi tawaf as-sadr. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam juda qaytganlarning hajlarning eng oxirida ishi o'sha Ka'ba bilan dalish bo'lsin deb hayzdaliga tawaf al-uda qilmaylar juda qaytishga ruxsat qilgan. Daral to'xtadim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayzdaliga ruxsat qilgan. Ayşe radhiyallohu anha muttafaqun alayhi hadisida hadat Safiyyah bint Huyay ba'dama afadat قالت عائشة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي bizden yoldan to'sab qo'yami? Tavafluda qilolmay, ketamay qilib, biz bu ma'may qilamizmi? Qultu ya Rasulullah innaha qad afadat wa tafat bil bayt. Ya Rasulullah, Safiya Minadan qaytib kirib, tavaful ifoda qilgan. Shunna hadat ba'da al-ifoda. Tavaf ifodadan keyin undan eskib qolgan. Desam, qala fal tanfir idan. Undasa minivason dedi. İbn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda umiran nasu bi an yakuna akhira ahdihim bil bayt illa annahu khuffa an al-mar'ati al-ha'id wan nufasa. Buna munosabatli ahkamlardan ayollar Muzdalifadan Minaga minishda erlar odatda bomdodni o'qib, Mash'aril Haromda turib duo qilib, undan keyin kun chiqishdan sal burun Minaga yurib ketdi. Aşağıda turuşu vacipti. Peki ayollar yerin geçildiğini dağıtıp Mina yürüp geçse ve erler kapıvıça taşıtı verse buldu. Erlerden farkı. Çünkü beşiklik etmiş son, kısılık etmeydiler. Yana er kişiler, bunun bazı yerlerde ıhlap buldu ulemanın ki
Kishilar ehromga kirishdan burun qo'yoq atri suvab, atri surtmi qiz bo'ldi. Hazrat Aisha kuntu utayyibu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ihrami va lihilli. Lekin ayollar bunda purqi kuchlik, bunda atir binasini ehromdan burunmi, ehromdan keyin bunda sursa bo'lmaydi. Purqi yo'q. Yoki purqi chiqmaydigan, ba'zi bir purqini yo'qtirgan narsa bo'lsa, ishlatsa, ehromdan burun ishlatib olsa bo'ldi. Bayatın degandek, heyzda ayol mes'e haramda tuzu olmaydi, ötep ketsi buldu. Fakat onu mes'a meselesinde sa'i qilish joizdi. Endi haramning ishiga ichib qo'ygandan keyin mas'ani bu yerdan shunda bir egizpaslik chiqdi. Sa'i qiz buldu desa, haramning ishiga kirisi bilan tanisa deb. Haramning ishi emas desa, haramning ishiga olib qo'ydingmi? Shundan keyin biz manda desak bo'ladi. Ayol kishi sa'i qilsa bo'libdi. Sa'i qilsa bo'ldi deganlikdan buni haramning ishiga akirib olsam bo'lmaydi deganlikni ko'rsatdi. Chunki hayzda ayol haram qilsa bo'lmaydi. Bundan keyin sen o'sha haramning ishiga ketib olganing bilan buni mas'a Safa Marva orlig'idagi yo'l haram doirasi emas. Haramning ishida qurilish qilib olganing bilan buni haramning sirti deb qaraymiz deb turasın. Yok, ayollar bir miras olur. Sonra mahremini şart kılmayın. Ayol sen doğru yayın toxtuyduq mesela əksib varsa ona mesela şu anda. Əksib vaxtımız üçün bu varsa bizden olar şu doğrular vaxtımızda. Əksib doktorun yapıyor. Bu tavuk kılgan alet kanda cünüp bulup tasavvur kılınmaydı. Lekin maqulashında değil. Ağzımızı sonra çıkıyor da bu tercih. Onu tasavvur kılınmaydı. Lekin aslında ahval yüzbedi degan taqdirda ya sürgülüştü mesela. İstilançılık o sürgülüştüğünde bulup kaldı desek derhal toplanıyor. O kichik tarat bo'lishi lozim deydigan shartda. O sho'ng tarat buzilib ketsa, jumlasi bo'lmaydigan bo'lsa, darhol to'xtaydi. Batalat tavof. Başka hiç çıkınmay. Uddul çıkıplan, jünüplan, başkanılan meşgul olmay. Qaytib kelsa, namaz o'xshash, yebni ala mafat. Meşgul olup kalsa, estaqbil. Yeniden başlaydı. Saninden ayol o'xshash. Sa'iga tahara shart emas. Mesela er kishi tavof bo'lgandan keyin barliqdan junub bo'lib qoldi desak, sa'i qilasi bo'ldi. Nabi Hazretleri aslında dedi, el-aktar yakumu makamı kulda. Lekin bunun bir delil yok onda. Özünün bir terazimisiyle dep bakkan, çıkırıp alan faydası. Toluk. Çünkü bu neye okşaydı? Namaz okşaydı. Namaz okşaysa bir yarım rekat. Bu ne zaman da namaz yok. Vallahu a'lemu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.